Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bosh og'riqni turlari, kelib chiqish sabablari va qachon paydo bo'ladi, qachon o'tkir holat, qachon surunkali holatlar va asosiy sabablari va belgilari haqida gaplashamiz. Nimaga aynan oxirgi paytlarda, ya'ni oldin emas, hozirgi zamonda bosh og'riqlari bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Balki biz informatsiyalar ko'p zamonda yashayotgandirmiz. Nimaga erkaklarga nisbatan ayollarda bosh og'riqi ko'paydi? Bu haqida gaplashamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi keyingi videolar bundan-da manfaatli bo'ladi. Qaysi kasalliklarda bosh og'riydi va nima sababdan kelib chiqadi? Qaysi holatlarda kuchli va qaysi holatlarda esa surunkali holatlar kuzatiladi? Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Asosiy bir nechta kasallik va belgilar hisobiga boshda og'riq kuzatiladi. Birinchisi bu zo'riqish bosh og'riqlari. Ya'ni boshni asosan peshona qismida jismoniy zo'riqishlar, asabiylik, stress, informatsiyalar ko'pligi hisobiga yoki bo'lmasa surunkali charchoq holatlari hisobiga ham bosh og'riqlari kuzatiladi, ya'ni zo'riqadi. Natijada esa boshni tepa va peshona qismlarida kuchli og'riq kuzatiladi. Keyingi holat bu qon quyuq suyuqligidan kelib chiqish holatlari kuzatiladi. Bunda nima bo'ladi? Umumiy tanada kislorod tanqisligi bilan yuzaga keluvchi omillar bosh miyada og'riq yuzaga keltiradi. Endi oxirgi paytlarda bemorlarimizda o'sha yoshmi, o'rta yosh, yosh katta bemorlarimizda qon quyuq suyuqligiga mustaqil ravishda analiz topshirish modaga aylandi. Ayniqsa koronavirus infeksiyasining pandemiyasidan keyin bu holat ko'paydi. Bu albatta quvonarli holat, lekin har doim ham insonda qon quyuqligidan kelib chiqavermaydi. Bor. Qon quyuqlik holatlaridan ham bosh og'riq kelib chiqishi mumkin. Keyingi sabablari bu organizmda suvsizlanish holatlari. Ya'ni inson yetarli darajada kundalik suv ratsionini qabul qilmasa ham tana umumiy bosh miya zo'riqadi. Natijada esa insonda bosh og'riq kuzatilishi mumkin. O'zi inson tanasini 60-70% atrofida suv tashkil qiladi. Miyani esa 60-70% gacha suv tashkil qiladi. Kundalik suv ratsioni yetishmasligi ham bosh miyada bosimni oshirib, bu ham og'riq berishi mumkin. Lekin tibbiyotda shunaqa tushuncha bor. O'zi bosh miya yagona og'riq sezmaydigan organ hisoblanadi. Endi miya og'riq sezmasa qanaqa qilib bosh og'riydi? Bosh miyani o'rab turuvchi pardalar og'riq retseptorlari bilan juda ham yaxshi ta'minlanganligi uchun bosh miyadagi shishlar, ta'sirchanlik va boshqa holatlar boshdagi og'riqni yuzaga keltirishi mumkin. Undan tashqari bosh miyada qon bosimi oshishi hisobiga qon quyilish holatlari, ya'ni subarachnoidal bo'shliq bor, ya'ni miya pardalarining orasiga qon quyilishi kuchli to'satdan kuchayuvchi bosh og'riqlarini yuzaga keltirishi mumkin. Va travmadan keyingi holatlar. Bu agarda bosh bilan bog'liq travmalar, avariya, yiqilishlar, yoshlikdagi travmalar va boshqa holatlar hisobiga yuzaga kelgan travmalarning asorati surunkali bosh og'rig'ini keltirib chiqarishi mumkin. Keyingi holat bu migren bosh og'riqlari. Migren bosh og'riqlari asosan ayollarda kuzatiladi, lekin erkaklarda ham kuzatiladi. Bu asosan gormonal buzilishlar bilan yuzaga keladi. Bu genetik faktorlar ham katta ahamiyatga ega. Migren bosh og'riqlarining mexanizmi bu uchoqli nerv va qon tomirlar o'rtada aloqasi buzilishi natijasida trigeminalniy bo'l, ya'ni uchoqli nerv atrofidagi kuchli pulsatsiyasimon kechuvchi og'riqlar bilan birga keladi. Xo'p, keyingi holatlar bu sinusoidal bosh og'riqlari, ya'ni bosh miyani oldingi yuzasida sinus bo'shliqlari, o'sha frontal, o'sha pridachniy pazuxa deydi, ya'ni burun yondosh bo'shliqlarining atrofidagi shamollash belgilari ham albatta bu bosh og'riq chaqirishi mumkin. O'zi mana shu bosh og'riqlarining eng ko'p uchraydigan turlaridan bittasi bu zo'riqish bosh og'rig'i hisoblanadi. Oxirgi paytlarda bizga murojaat qilayotgan patsientlarda asosan zo'riqish bosh og'rig'i. Bu nimadan zo'riqish? O'sha telefon yoki gadjetlar yoki bo'lmasa kompyuter ekranidan ko'p foydalanish bosh miyaga ta'sir qiluvchi nerv impulslarini kuchaytirgandan keyin miyaga boruvchi stimulyatsiya, doimiy stimulyatsiya qilib turgandan keyin albatta u zo'riqadi.
o'zi inson miyasi vaqti bilan dam olishga moslashgan. Oxirgi statistikalarga qaraganda inson bir kunda o'rtacha butun dunyo bo'yicha 74 gigabaytgacha informatsiya qabul qilayotgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu juda ham katta son. 74 gigabayt. O'zi normada qancha qabul qilishgan? Bir necha gigabaytgacha maksimum juda ko'p o'qigan yoki bo'lmasa juda ko'p ishlovchilardan. Lekin hozir oddiy insonlar shu birlikda, ya'ni 74 gigabayt o'rtacha informatsiya qabul qilayotgan ekan. Albatta, bu holatda informatsiya qabul qilish ham miyani zo'riqtiradi. Ya'ni hammani qo'lida telefon, o'sha ijtimoiy tarmoqlar, son sanoqsiz kanallar va boshqa podpiskalar bor. Endi har bittasidan ma'lum bir chegaralangan ma'lumotlarni qabul qilgandan keyin tasavvur qilyapsizmi? Kundalik hazm qilish mumkin bo'lgan informatsiyalar haddan tashqari ko'p. Shuning uchun zo'riqishi ko'paygan. Bemorlar shikoyat qilganda biz so'raymiz, savol beramiz. Agarda siz dam olishga ketdingiz, o'rtoqlaringiz bilan yoki oilangiz bilan yoki bo'lmasa o'sha oiladan ishdan ajralib toqqa boshqa joyga chiqdingiz. O'sha holatda bosh og'riq to'xtaydimi? Birdaniga bosiladi. Sababi o'sha yuklamalar birdaniga bosh miyaga tushmay qo'yadi. Natijada esa inson miyasi erkin ishlab, o'zini bemalol nazorat qila oladigan darajaga keladi. Shuning uchun bu holatda zo'riqish bosh og'riqlari bezovta qilmaydi.